Bu qiz video olish uchun, kontent uchun birovlarning uyini yig'ishtirib beradi shekilli degan kommentariy kelibdi menga. Aslida o'zi boshqa ish qiladi deb. To'g'risi kommentariyni o'qib kulgim kelib ketdi. Endi bilmadim, meni qanaqa ishda ishlaydigan qilib tasavvur qildi. Uborka qilishimni videoga olish uchun o'zimni uyimda ham bemalol yig'ishtiraveraman-ku. Kommentariyda yozib ketinglarchi, meni qanaqa ishda tasavvur qilasizlar ishlashimni. Kiyinib ishga chiqib ketatsam, даже ko'pchilik opa mafiyalarga o'xshaysiz deb yozishadi, kulgim kelib ketadi. Ishimga keladigan bo'lsak esa rostdan ham uborkada ishlayman. Hozircha shu ish menga ma'qul. Har tomonlama. Eski tanishlarim ham, dugonalarim yozishadi-da, "Voy, sen uborkada ishlayapsanmi?" Hech ham yashirmayman ham, bu narsadan uyalmayman ham. Halol mehnatda uyati yo'q. Ishdan charchab kelib, har doimgidek ovqatga urinaman. Bugun bizda uxa sho'rva, do'ppichadek osh qildim. Biznesmen klientlarim esa bir xil paytlari kuladi. "Sitor, senga maza yig'ishtirasan, ketasan, o'ylamaysan unaqa" deb. "Seni ham o'zim bilan olib beraymi?" deb ularga ham hazil qilib kulib qo'yaman. Shunaqa do'stlar, hayotga har doim yaxshi ko'z bilan qarash kerak. Oshimizni katta tovoqqa suzib oldim. Bolalarimiz esa oq osh yeydi, ya'ni sag'zisiz. Tuxumchalarimizni yaxshilab yellab yuvib, chayqab, oshni mahrasini ustiga solib pishiraman. Kimlardir mumkin emas deb aytadi, bilmayman, men hech qayerda o'qimaganman shu mumkin emas deydigan. Bir xil doktorlar даже tavsiya qiladi, tuxumni po'stlog'ini yaxshilab yuvib, quritib, blenderdan o'tkazsangiz zo'r kalsiyda, mana shunday tuxumlarda usti oq rangi bo'lishi kerak ekan. Ko'cha sovuq, uyda esa issiqqina ovqatchalar tayyor. Har doimgidek qo'shnimizga ham bir tovoqchasini uzatdik.